Ha ma'qul dal vaqtida o'qibsiz jimo. Bu yerga shalas bilan o'rlashtirgan shart ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh-a? Nim qiliq bu? Kimga telefon qilyapsan? Izdin saqlab, birlardan qo'l gulosang olmamdi. Qiz bola loyiq qiliqmami shu? Voy aja, sen yeshing cho'yib qoldi degani tushunmaysan. Bu tiyib qo'ygan erim bo'lmagan degan pul xashlab birmas yo'q deb o'ltiramdi, mehmonga chirpoqsidak. Qara, majamiyatchi, seningdek suyuq, seningdek musha yuzsiz qizlarning jihligidan nini o'g'illar qara uyuchaq bo'lishini ansiraydi tushundingmi? Senda qizlarning ozdirishidan bir chayroq turmushini buzib, abbalini yetim qilishga majbur bo'lyapti. Senchu sog'lom qara o'zingni, g'ururlik anning sutini emib, vijdonlik tadining qo'ldan non ilib yegan qizlar deb o'ylaydigan ishing bo'lsa, mundaq qilishni ikkinchi qilma. Chiqdingizmi? Ayyan nim deb keldingiz? Og'orchiq terib odamga. Shu sizning seg'inib bo'lmamda. Qaras, chiqqandan keyingi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ma'vo tug'ilgan kuningiz kelgan ko'rib qo'ydim, o'sha ishlaydi g'ayringiz aytib turgan bo'ldi. 4-marta sutida yesangiz turib qolmaysiz. Yo'q, men nimda ma'tosiz. Ay, osh to'rt osh xizmatdoshlarimni olib yeb yuramdimmi? O'zingiz aytib yana bir nimangizni. Ko'zingiz yuming, ha? Nim qilsiz? Yaxshi sovg'at bor. Da. Zil? Qarang, mana shunda chiroyli qarashdi. Nimda romantiksiz. Qaras, meni idoraning komandiri qururlashtirib degan to'q. Men hozir ma'musam bo'lmaydi. Shunga men kelgacha o'zingizni yaxshi asrang. Men kelgandan keyin antiyan to'liqlab turma. Bas yo'lda qiling, ha? Naql. Xo'sh. Xo'sh. Hay afroq singlim, baxtingni ko'zdayimsin, men hammani ko'rdim. Rahmat aja. Qarama gullarning chiroyliligini. Voy, telefon kelib qoldi, evoy. Voy. Oh. Ha ma'qul dal vaqtida o'qibsiz jimo. Bu yerga shalas bilan o'rlashtirgan shart ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh-a? Nim qiliq bu? Kimga telefon qilyapsan? Izdin saqlab, birlardan qo'l gulosang olmamdi. Qiz bola loyiq qiliqmami shu? Voy aja, sen yeshing cho'yib qoldi degani tushunmaysan. Bu tiyib qo'ygan erim bo'lmagan degan pul xashlab birmas yo'q deb o'ltiramdi, mehmonga chirpoqsidak. Qara, majamiyatchi, seningdek suyuq, seningdek musha yuzsiz qizlarning jihligidan nini o'g'illar qara uyuchaq bo'lishini ansiraydi tushundingmi? Senda qizlarning ozdirishidan bir chayroq turmushini buzib, abbalini yetim qilishga majbur bo'lyapti. Senchu sog'lom qara o'zingni, g'ururlik anning sutini emib, vijdonlik tadining qo'ldan non ilib yegan qizlar deb o'ylaydigan ishing bo'lsa, mundaq qilishni ikkinchi qilma. Sanaday, hatto hayvonmichu o'z juftiga hargiz osiylik qilmaydi. Qolgan gapni o'zing o'ylashib mang'ishtiraychi. Ichimga xijil qildimi ocham. Lohi qilsam bu bular. Voy Qudus, gulozni bek yoqish ko'rdim. Sizni saqlayman. Siz ketmagan bo'ldingiz. Men sana desam qara. Mening oq ko'nglimdan foydalangan har qanday odamga deydiganim ko'zlarimga kulib qaragandan nomus qil. Qudus xafa bo'lma.